Barchaga salom do'stlar. Sizlardan men rocker bo'ladi. Bugungi Minecraftda top 5 modlarni obzor qilaman. Video boshlashdan oldin bu modlarni qayerdan ishlasizlar deb o'shingizdan xotirab o'tirmang. Chunki bu modlarni hammasi Telegram kanalimda bo'ladi. Va ikkita Telegram kanalim bor va silkasini tashlab qo'yaman. Qani hozir ko'rsataman qayerdan modlarni olishni. Bolalar shu joyda mana rocker qilasizlarda pastga chiziqcha qilasizlar va kanalim chiqib keladi mana birinchida. Bu kanalda turli xil modlarni tashlab boraman. Yana 100 kun orolda yashab qolgan videoimni ham ko'ringlar. Hamma barcha modlarni shu joyga tashlab qo'yaman. Keyingi kanalimiz bu realism modda top 5 modda shu joyda olganman. Qani unda Minecraftga qaytamiz. Yana do'stlar obuna bo'lib like bosib qo'yasizlar Telegram kanalimga. Uni top 1 modimizni ko'rsataman unda. Top 1 modimiz mebellar modi bo'ladi. Mana shu joyga kiraman, tuxumchaning ustiga bir bosasizlar va tuxumlarni pastrog'ida mebellar, televizorlar, har xil narsalar chiqib keladi. Mana bunday top ham bor, hatto futbol ham o'ynashinglar mumkin. Mana shunday narsalarni chiqadi. Sal hozir chiqaraylik, hammasi telefonga tushadi. Mana bunaqa gitara go'sh qilganim meni ular. Top, mana varat. Mana shuni yugurib ketib bir teraslar varda gol bo'ladi. Mana bu kolonka va kompyuterlar. Bunaqa narsa bunaqa bir bola uxlaydiganlar. Yotoq 2 kishilik yotoq ham bo'ladi. Televizor yonida ham bor. Bu kamera mana hozir qo'yib ko'rsatadilar. Eqabeqi aynalarda ham ko'rishinglar mumkin. Hozir ko'rsataman. Kompyuter kolonkalari ham bor. Mana bu yerda eng yoqtirgani muzika. Bitta bosasizlar yaramas ana narsani tabujo kreativ bu bo'lmaydi. Mana joy kreativlar bunaqa buzilsalar boshqa narsalarda ham shaqa bo'ladi. Pianino ham bor, pianino hozir ko'rsataman. Pianino ham bor edi. Turli xil boshqa narsalar ham bor. Soatlar. Pianino chitroq ko'rsataman. Mana bu soat. Mana hozir bizning haqiqiy hayotdagi vaqt tur ko'rsatadi. Hatto mana ko'rishingiz mumkin. Minecraftdagi hayotda xullas. Mana bu nima edi? Xullas yuradigan narsa. Bu hatto shu ham to'ldirsa bo'ladi. Bu bo'lmasa deganmaydi. Xullas top 1 modimiz shulardan iborat. Top mana shu musiqa top 2 modimizga o'tamiz. Bolalar top 2 mod emas, mana shunday talarni qo'yishadi. Bu haqida video ham olganman, aniqroq portlatib qo'yganman. Bunaqa 102 snap faktni shunaqa narsalarni
qo'yishadi. Mana yuzi g'alati, free yoto. Shunaqa kirkali xullas. 20x shunaqa tantalarni qo'shadi. Ikkinchi modamizda top, ikkinchi modda yo'qolib tur. Qaramasan bu yerda video o'tgan yaramas. Binochi qo'y. Aslida o'yinlar mashtab. Xullas shunaqa tantalarni qo'shadi. Boshqa tantalar ham bor. Bu modda olib ishlataverasizlar, mazza qiladi. Top ikkinchi modamiz mana shu tantalardan iborat edi. Top 3-modga o'tamiz. Qani let's go bolalar, buni bo'lib like bosamiz. 3-modga ham keldi. Top 3-modimizda mana shunday turli xil xullas like blokli narsalarni beradi. Bularni olib ishlatib ko'ramiz hozir. Har xillari ham bor. Hammasini olib ishlataverasizlar. Hatto bunaqa medim. Kamalakli olmos bu illyustrali faqat joni tez to'ldirish. Mana illyustrali dema xullas kamalakli. Bu esa nimadir suvda ko'p havoga qilmasligini. Bu esa tez yugurishligini beradi. Bu esa tungi ko'rishli mana. Hammasini ko'rib olishingiz mumkin. Mana bu tayoqcha olmay. 3 har xil narsalarni berdi. Mana bu nima qilishiga tushunmadim. Mana bu nimadir qiladi. Orqangizda blok qo'yib yuradi. Masalan, mana hozir bu mod birorta turli xil videoga kerak bo'ladi mana. Pastga tushib ketayotganda yoki sekin asta tushasizlar. Yoki to'g'ri yurmoqchi bo'lganingizda to'g'ri yurib ketaverasizlar. Hammaqa rangli narsalarni qo'shadi. Mana bu esa nimadir qilar edi. Chaqmoq chaqtiradi, bu nima qiladi xullas hozir bilib olamiz. Men shu chaqmoq chaqish kerak edi. Nimagadir ishlamayapti bu chaqmoq chaqadigan tayoqcha. Hozir ko'ramiz boshqa narsalarni ham. Bu qalampir. Mana bu qalampir. Bunaqa narsalarni qo'shadi top 3-modimizda mana. Bunaqa zaharlanish. Bu esa nima? Voy dod, oshqozonim. Achchiqligini ko'nglim aynib ketyapti. Xudoga shukr, bu narsani yo'qotish kerak. Julam his qilaman. Mana shunday narsalarni qo'yishadi. Top 3-modda mana bosib turish kerakmidi? Mana bosib turish kerakmidi yo urish kerakmidi? Xullas bosib turaylikcha, bosib turib qo'yaramiz. Chaqmoq chaqish kerak edi. Bu nimadir ishlamayapti. Bu versiyaga tushmasligi uchun xullas top 3-modimiz shulardan iborat edi. Ya'ni eng zo'r top 4-modga o'tamiz. Eng yoqtirganim. Xullas top 4-modimizga ham yetib keldik. Aynan oy ham chiqyapti kerakli paytda. Eng zo'r mod miltiqlar modi. Mana o'ldi. Ko'rganingdagi miltiqlar modi. Turli xil miltiqlarni qo'shadi. Hosillarga otib sinab ko'raman. Aynan kech ham tushyapti. Mana skeletlarni bu zahar nima qiladi? 3 zarbada yo'q qiladi. Masalan, zombilar haqida video o'qib olamiz. Mana 2 taliklari ham bor.
solib pasaytiraylik. Uxlayotganda animatsiyasi yo'q ekan, afsuski. Mana bunaqa mana shunda yurganda bunaqa qilganda animatsiyalar ham bo'ladi. Mana xullas hozir hammasini ochib sinab ko'raman. Hozir yomg'ir o'chirib qo'yaylik. Yo, bu yerda day qilish. Ya'ni bu yerga mana shuni qilamiz, mana shu narsani yozamiz. Qani yomg'ir o'chmaydi hozir, to'xtab turing. Ishlamay qoldi nimagadir. Yomg'ir o'chmayapti nimagadir hozir. Baqaga emas. Xullas mana qolganlari ham nimadir xullas shunaqa bu mod boshqa versiyaga tushadi. Yaxshilamayapti. Mana bu enginaqa mashhur modellardan biri. Bunga zarbada yo'q. Uni top keyingi 5-modga ham o'tamiz. Mana shulardan iborat edi. Qani bunda ketdi bolalar. Bolalar top, ya'ni 5-modda ham modimizga ham keldik. 5-modimiz. Ya'ni mana shunday mashinalarni qo'shadi. Kimga kerak bo'lsa Telegram kanalidan topib olasizlar. Ya'ni mana shunday, mana shunday, yana bunday, ham mana bunday. Ishiklari ham o'z yomon ekan. To'xtab turinglar hozir. Bum. Maqyan nima mayli. Buni berib ham sen ham bo'ladi. Yana orqa kaputini ochamiz, yopamiz. Mana shunda narsalar qilsa ham bo'ladi. Bu oldiniki, ham orqasiniki ekan. O'zi yomon ekan. Shuni qilamiz. Ketaverasizlar. Xullas. Hozir deri qilamiz. Hozir 1 daqiqa kutib turinglarki. Shu modlarni hammasini Telegram kanalimdan topasizlar. Video boshlashganimda Telegram kanalimga o'tib obuna ham bo'lib qo'yinglar. YouTube kanalda birga bo'lishimiz tezroq, birga bo'lishimiz kerak. Hozir mana shuni yo'q. Mana bunday qo'yaylik. Nimadan olib diqqat. Xullas tezroq birga bo'lishimiz kerak. Mana xullas dirif bo'lmas ekan mayda. Lekin mazza qilib o'ynashadi. 3 qator joni bor ekan buni ham. Qani hozir qizlar minib ko'ramiz. Qizilda ham bir xil ekan hamma narsasi. Mana shunday. Yana mashina. Xullas top 5-modimiz shu mashinalardan iborat edi. Top, ya'ni eng zo'r realism mod, 6-mod eng yaxshi ko'rganim shunga o'tamiz.
Xo'lla, eng yoqtirgan modimiz mana. Release mod. Mana hatto chigitkalarning ovozi ham chiqyapti. Mana bu yonda ko'rganingday telefonim sal qotyapti. Mana quyosh nurlari ham bor. Mana daraxtlarni